Boya boshqa qiladigan ishim yo'qmi, vaqtim yo'q. Har kun hisob kitobmi? Sana nima deb o'ylaganding? Jonga tegdi. Chaqirilgan joyga bormaganing uchun sen bilan umuman gaplashmasligim kerak edi. Lekin eslatib qo'yish meni vazifam. Bu seni hech qachon qaytara olmaydigan bir kuning. Xo'p, tayyormisan? Uydan chiqqaningda bir kishini so'kding. Bag'rida. Ya sana o'zi meni siqdi-ku. Ko'rmadingmi? To'g'ri. U yo'lda birovning haqqini yegani uchun unga yozildi. Lekin so'kkaning uchun senga ham yozildi. Xo'p. Bu bir ana bolani ustidan bekor qildik. Unga ham yozildi. Adiyor. Aka, assalomu alaykum. Qalaysan? Ustimdan kulmang aka. Cho'loq deydi-da. Yur. Oyog'i unaqa bo'lgani uni ayb emas, Bobur. Unga kelgan sinov, u chiroyli sabr qilyapti. Lekin sen uni juda xafa qilding. Nima qilyapsan? Yozyapman. Har narsani yozolmasa kerak deymiz sen. Albatta. Bo'ldi, tashiyman. Tashiyman, tashab bo'l. Yozurmagan hamma narsani. Men qara, zeriktirib o'rding. Biror bir kun bo'yi bir yaxshilik ham qildimmi? Ikkita savob qilding. Voy. Nima qildim? Bugun bitta qizchaga kulib qaradim. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisini ayt. Mehribonning karam keyinligini bilmaysanmi? Agar siz bitta yomonlik qilsangiz, bitta gunoh yozdiradi. Agar bir dona yaxshilik qilsangiz, ikkita savob yozadi. Lekin siz insonlar shu bir dona yaxshilikni ham bir-biringizdan qizg'onasizlar. Bu naqadar achinarli. Bittagina kulganimga ikkita savob yozding, men mehribonim. Xo'p, davom etamiz. Yana bitta kattaroq gunohing bor. Vaqt qilmasan-chi. Xavotir olmasang ham bo'ladi. Uni badalini sen to'laysan. Qanaqa gunoh? Bugun bittasini hech kim bilmaydigan uyingga olib kirib ketding. Zino qilding. Buni kimga yozay? Opangami? Yoki onangami? Yoki xotiningami? Yoki jajjigina qizalog'ingami? Kimga?